Voy, o'rta, tug'ilgan kunimmi? Qo'yiverasan. Zo'r bo'ldi tug'ilgan kunim. Voy, ani kichkina qudam brilliant taqib ketdi qo'limga. Uzuk. Katta kelinimmi? Onasimi? Voy, o'lib qo'ya qolaman hozir. Voy, bitta ro'mol ko'tarib ketdi. Voy, pas. Oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshilamadingizmi? Rahmat, qanaqasiz o'zingiz? Rahmat, oyijon. Oyijon, shu desiz, bugun o'rtoqlarim bilan ko'rishmoqchi edim. O'shanga borib kelsam maylimi deb o'tdim. Voy, shuni ham so'rab o'tirasizmi? Bemalol borib kelavering. Xo'p? Rahmat, oyijon. Faqat ozgina kech qolaman deb maylimi? Bemalol o'tirmoqchi edik. Bora qoling. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi, asal qizim. Rahmat, Bora oyijon. qoling. Yaxshi aylanib keling, xo'p? Voy Muxlisaxon, siz ham ketyaptimiz? Buguncha ginekolog ko'rigiga yozilib qo'ydim. Ovqat qilishga hali sizniki edi-yu, shunga bemalol yozilibman deyman ham. Ya'ni Madinaxon, bular o'sha ketyaptilar. Kiyimlarini qarang. Undan ko'ra o'zingiz qiling bugun. Bir marta hech narsa qilmaydi, xo'pmi? U doktorlaringiz gapiraveradi, ularingizga faqat pul bo'lsa bo'ldi. Voy, uzr, oyijon, opajon, esim qursin. Bugun ovqat qilish navbati meniki edi-ku. Oyijon, opajon, hech ham xavotir olmanglar. Oyijon, albatta ko'rikka borishlari shart. Hozir bora rivojlanayotgan payt. Opajon, bemalol ko'rikka borib kelavering. Oyijon, o'zim sizlarga kafedan issiqqina souslari bilan shunaqa mazali baliq jo'natib boraman. Mazza qilib yeb olasizlar. Opajon borib kelgunlarigacha baliq ham uyga yetib keladi, oyijon. Voy, rahmat Muxlisaxon, baraka toping. Bo'pti, unda men ham ketdim poliklinikaga. Yasinaxon, pilisos sizni xonangizdamidi? Shundoq pilisos qilib oling. Ha, mana kenayu, olib oling. Mana bitta turibdi. Voy, sal yubkangiz kalta emasmi, Yasinaxon? Yasinaxon, xafa bo'lmang, lekin yubkangiz sal kaltalik qilyapti. Qiz bolaga yarashmaydi bu darajada kalta kiyish. Uni ustiga siz adangizni, akalaringizni g'ururini yelkangizda ko'tarib chiqasiz. Kenayu, hozir bu zamon talabi. Siz qayerdan tushunardingiz brendovый kiyimlarni? Meni kiyimimga siz 1 yil kiyinasiz, xo'pmi? Sizni ishingiz bo'lmasin men bilan.